Mana masha obyektni malarkasini K4 ga chiqarish kerak, okey? Hop, mana bu gips kardonlaringiz rekeda bo'lganmi, profildan? Bu rekeda bo'lgan. Rekeda bo'lsa men qabul qila olmayman buni. Qabul qila olmasa gap. Do'stga bu yoqqa qarang. Salom. Salom. Bu gips kardonchi, bu malar. Hop. Rekeda qabul qilmayman deyapti. Men gips kardon rekeda qilingan bo'lsa qabul qilmayman deyapman. Ha. Nima unaqa deyapsiz, aka? Chiqmaydi-da K4 ga shunga. Hop, aka, necha yildan beri rekeda qilib kelamiz biz. Misol uchun malarni qayerdan olib keldingiz? Buni endi menga maqtab rost ekan ishini ustasi deyishdi, o'shaning uchun olib keldim. Aka, bundan zo'rlari ham qabul qilganda rekeda qilingan ishni. To'g'risida, hozir kelib olib rekeda qilingan ishni qabul qilmayman. Nima deganingiz u? K4, K3 qayerdan olib oldingiz? Unaqa gaplarni o'zi? Eshitasizlarmi yo gapiraverasizlarmi? Bu gapiring qani. Bu aka K4 talab qilyaptilar. Ya'ni K4. K4 deganda losepni ishlash. Hop. Losep qachon kirib keldi? 2 yilcha bo'lib qoldi, to'g'rimi? Mana shu losepni qo'ysam chiqmayapti. Misol uchun mana obyektda ishlaysiz-ku, ovoz eshitganmisiz? Qars qurs degan ovoz chiqadi Yo'q, lekin. eshitmaganman men. Mana malalli yozsin, bo'lmasa kommentariyaga shunaqa ovozlar chiqadi. Nimaga chiqadi? Misol uchun men losep qo'yib ishlayapman. Chiqazaman, yaxshi turadi-da. 10 kundan keyin emulsiya qilgan kelib bitta tekshirsam, patolog o'ynab ketgan. Nimani hisobiga? Reka ozgina bo'lsa ham o'ynaydi. Uni vujud fizika tan olib bo'lgan bu narsani. Ozgina o'ynagandan keyin patolog nomiga o'ynasam yetadi. Losep qo'ysa chiqmaydi. Keyin kim aybdor? Yana malala aybdor. Yo, aka, hozir siz bu gapingiz bilan rekeda umuman gips kardon qilib bo'lmaydi deyapsizmi? Necha yillardan beri qilib kelamiz. Qancha odam tirikchiligi mashindan rekedan pul qilishyapti, rekeda ishlashyapti, ko'pchilik profilda ishlay olmaydigan ustalar ham bor. Nima deganingiz bu? K3 bo'lsa, aka qilib beraman, K3. K4 talab qilmayman. Men aytolman, sabablari isbotlab beraman. Bular malar emas, bular qilib ketishadi, bo'ldi, ertasi kuni bizni javob beramiz, to'g'rimi ishga? K3 da bo'lsa, tavba qilinglar, aka. Lekin K4 ga u rekeda bo'lsa, pazvalat qilmaydi, aka. Endi men qaysi durustni jabr ko'radi, yo'q deb indamay yurishim kerak. Ammo bu yerda malarlar ham bor, ertaga bilsin, rekeda chiqmasligini bilsin, ertaga olib qolmasin, u egasini olib. Keyin nima, pulni olib chiqib ketadimi, bola chaqali odam? Bo'ldi, profilni qovurish kerak, siz maslahat bering undan ko'ra. Rekeda qilyapti, profilni bilmaydi, o'rganib qo'yishsin profilni. Klient so'rayaptimi, profilni o'tdimi, qilib bersin. Qiyroq bo'lsa, ko'proq pul olsin. Biz ham K4 ga ko'proq pul olamiz. K3 K4 qilmayman deyotgani yo'q bularga. Nimasi bormi, aka? Demak, K4 da bo'ladigan bo'lsa, men tushunishim bo'yicha profilda qilish kerak. Shunaqa.